Hammaga salom. Ushbu videoda faol konferensiyasida qanday qilib qatnashganligim haqida gaplashamiz. Avvalo kirish uchun rasmiy ruxsatnoma olish kerak. Shuningdek, belgilangan kun va vaqtda manzilga yetib keldim. Faol shtab-kvartirasi Rim shahrida joylashgan. Bir qator davlat bayroqlari turganlar orasida O'zbekiston bayrog'ini izladim. Topolmaganimdan so'ng yarmidan qaytdim. Ichkariga kirish uchun o'zimizdan boshqa hamma narsani yonidagi idishga solish kerak. Tekshiruvdan o'tildi, pasport taqdim etildi va maxsus taklifnoma berildi. Bemalol bino ichkarisiga kirsak bo'ladi. Eshikdan kirish bilan xuddi shunday dekoratsiyani ko'rish mumkin. Konferensiya zali shunaqa katta, har xil millat vakillari bor. Qabulda turgan italyan opalardan taklifnoma uchun maxsus bo'yinbog', emblema hamda esdalik daftarchalarini olishimiz mumkin. Tashkilot har bir davlatga tegishli bo'lgan maxsus zonalardan iborat edi. O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi elchixonasida attashi lavozimida ishlaydigan Dostonbek Omonovni ko'rib qoldim. Belgilangan konferensiya zonasi keyingi qavatda joylashgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi va Zamin Foundation bilan birgalikda suratga olingan film namoyishi mazmunida edi va taqdimot boshlandi. Suratga ham tushib oldik. Binoning eng so'nggi qavatidan Rim shahrining ko'rinishi, tabiat go'zalligi. Ssenariyning navbatdagi qismida o'zbek restoraniga taklif qilinish va osh o'rin olgan edi. Esdalik uchun daftar, Tusha talabasi sifatidagi taklifnoma va bir nechta esdalik suratlari olindi.